Diyona jamoasining yarim himoyachisi Metallurg klubiga o'tmoqda. Qayta tashkil qilingan Metallurg jamoasi Pro Liga musobaqalariga jiddiy tayyorgarlik ko'rishni maqsad qilgan. Shu sababli bekobodliklar tarkibni shakllantirish ishlarini boshlab yuborgan. Saytimiz jurnalisti Narzulla Saydullayevning xabar berishicha, Soq Diyona jamoasining yarim himoyachisi Umid Sultonov Metallurg klubiga o'tmoqda. 22 yoshli futbolchi o'tgan mavsum Super Liga musobaqasida 14 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, Ilhom Mo'minjonov boshchiligidagi jamoa bugundan boshlab Toshkent shahrida oq o'yin mashg'ulotlariga kirishadi. Gvardiola Manchester City'ning Chempionlar Ligasidagi o'yini oldidan yo'qotishlar ro'yxatini ochiqladi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining so'nggi turida Galatasaray jamoasiga qarshi o'yinda maydonga tusha olmaydigan futbolchilar nomini ma'lum qildi. Gvardiola shunday dedi: "Men bilamanki, Mark Gehi o'ynay olmaydi. Antoine Semenyo va Rodri ham maydonga tusha olmaydi. Nico Gonzalez hali tayyor emas. Shuningdek, Savio va John Stones ham o'yinni o'tkazib yuboradi. Ro'yxat juda uzun." Shaharliklar ustozi muxlislarni jamoani 1-8 finalga olib chiqish yo'lida faol qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gvardiola yana shunday dedi: "Umid qilamanki, hozircha birinchi 8likka kirmaganimizni bilgan holda, tribunadagi muxlislar bizga o'sha joyga kirib olish uchun qo'shimcha kuch bag'ishlaydi." Manchester City va Galatasaray jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 28 yanvar kuni tunda bo'lib o'tadi. Casado Barselona klubidan ketishi haqidagi mishmishlarga munosabat bildirdi. "Men hech qachon taslim bo'lmayman." Barselona jamoasining yarim himoyachisi o'z kelajagi haqidagi savolga javob berdi. Avvalroq futbolchi doimiy o'yin amaliyoti yetishmasligi sababli jamoani tark etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Shuningdek, Unger Atletico, Manchester United va Galatasaray klublari qiziqish bildirgani aytilgan. Casado shunday dedi: "Men hech qachon taslim bo'lmayman. Barselona jamoasiga foyda keltirishga qodir ekanimga ishonaman. Har doim jamoadoshlarimga yordam berishga tayyorman. Barsa safida o'ynash bolalikdagi orzum va hozir aynan shu orzu bilan yashayapman." Casado Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U klubning asosiy jamoasida 2022-yilda debyut qilgan. 2025-2026 mavsumida 22 yoshli ispaniyalik futbolchi Barselona safida 20 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta golli uzatma amalga oshirdi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2028-yil yozigacha mo'ljallangan. Martin Edegor Angliya Premier Ligasida hech qachon oson bo'lmasligini ta'kidladi. Arsenal jamoasi sardori Martin Edegor Manchester United ga qarshi Angliya chempionatining 23-turida 2-3 hisobida kechgan mag'lubiyat yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. Edegor shunday dedi: "Biz yetarlicha yaxshi o'ynamadik. Vaziyatni tahlil qilish uchun biroz vaqt kerak. Biz yaxshiroq o'ynashimiz shart edi, ammo hozir jipslashib, ishni davom ettiramiz. Birinchi bo'limda ustunlik qildik. Gol urdik va o'yinni nazorat qildik. Biroq ko'plab xatolarga yo'l qo'ydik. Hisobni 2-2 qilib tenglashtirdik, lekin Manchester United darhol javob golini urdi. Angliya Premier Ligasida hech qachon oson bo'lmaydi. Biz buni yaxshi bilamiz. O'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rgandik va yaxshi boshladik. Ammo ikkinchi bo'limda ko'p narsalar o'zgardi. Albatta, o'yinimiz bundan yaxshiroq bo'lishi mumkin edi va bu mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Har bir o'yin katta sinov hisoblanadi. Bu futbolning bir qismi. Biz hali ham turnir jadvalining yuqori qismidamiz. Shu sababli oldinga intilishimiz va g'alabalar yo'liga qaytishimiz shart. Bu yagona to'g'ri yo'l. Rekord transfer. Flamengo West Ham futbolchisini tarixiy summa evaziga sotib olmoqda. Braziliyaning Flamengo klubi Angliyaning West Ham jamoasi yarim himoyachisi Lucas Paquetaning transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. The Athletic nashrining xabariga ko'ra, 28 yoshli futbolchi uchun transfer summasi 41,250,000 yevroni tashkil etadi. Hozirda klublar to'liq tizimini kelishib olmoqda va yaqin kunlarda shartnoma imzolanishi kutilmoqda.
Ushbu transfer Braziliya chempionati tarixidagi eng qimmat xarid sifatida rekord o'rnatadi. Avvalgi rekord Cruzeiro klubiga tegishli bo'lib, ular Zenit jamoasidan Jersonni bonuslar bilan birga 30 million yevroga sotib olgan edi. Ma'lumot uchun, Lucas Paqueta Angliya Premyer Ligasining joriy mavsumida 18 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Flick Cancelo jamoaga yaxshi moslashyapti. Barselona jamoasi bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick qanot himoyachisi Joao Canceloning o'yini haqida fikr bildirdi. Kataloniyaliklar portugaliyalik futbolchini joriy oyda Saudiya Arabistonining Al Hilol klubidan ijara asosida tarkibga qo'shib olgan edi. Yakshanba kuni 31 yoshli Cancelo jamoaga qaytganidan so'ng ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi va Real Oviedoga qarshi La Liga bahsida 3-0 hisobidagi g'alabaga hissa qo'shdi. Flickning so'zlariga ko'ra, Cancelo yaqindagina kelganiga qaramay, allaqachon o'z mahoratini namoyish qildi. U juda faol pressing qiladi va har bir mashg'ulotda osib borishga qodir. O'zbekiston terma jamoasi Xitoy bilan jangovar durang qayd etdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Xitoyga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida durang natija qayd etdi. Bahs yopiq eshiklar ortida Dubay shahrida bo'lib o'tdi va Toshkent vaqti bilan soat 17:30 da boshlandi. Uchrashuv 3 taymdan iborat bo'lib, har bir taym 35 daqiqadan davom etdi. Raqib jamoa 12-daqiqada penalti orqali hisobni ochdi, 20-daqiqada esa o'yindan ikkinchi golni kiritdi. 91-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Javohir Husanov gol urib, hisobni 1-2 ko'rinishiga keltirdi. 105-daqiqada esa Behruz Karimov milliy jamoadagi debyut golini urib, hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa uchrashuv 2-2 hisobida yakunlandi. Cremonese darvozaboni o'yindan keyin stadionda qolib ketdi. Italiya chempionati doirasida Sassuologa qarshi safar o'yinidan so'ng Cremonese jamoasi avtobusi stadionni darvozabon Emil Auderosiz tark etgan. Uchrashuv 0-1 hisobida yakunlangan. Sky Sports xabariga ko'ra, o'yindan keyin Audero intervyu berib, 2 nafar jurnalist hamda Sassuolo futbolchisi J. Idzes bilan suhbatlashib qolgan. Shu paytda jamoa transporti stadiondan ketib qolgan. Hodisadan so'ng klub darvozabon uchun alohida mashina buyurtma qilgan va Audero shu avtomobil orqali Cremona shahriga yetib borib, jamoaga qo'shilgan. 29 yoshli darvozabon joriy mavsumda Cremonese tarkibida 19 ta o'yin o'tkazib, 22 ta gol o'tkazib yuborgan. Paxtakor jamoasi Kosovo klubiga maklub bo'ldi. Paxtakor jamoasi Antalya shahrida o'tkazilayotgan Ixindagi navbatdagi uchrashuvda maydonga tushdi. Unda Kamoliddin Tojiyev boshchiligidagi jamoa Kosovoning Prishtina Re klubi bilan kuch sinashdi va 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Paxtakor jamoasining yagona goliga Davron Tolaganov mualliflik qildi. Paxtakor va Prishtina Re jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 1-2 hisobida yakunlandi.